Qanaqa qilib mashinangizga quyiladigan moyi sifatli sifatsizligini farqiga borib olsangiz bo'ladi. Bugun siz bilan sifatsiz, sifatli moyi farqlab olish yo'llarini o'rgatib qo'yaman. Uy sharoitida o'yingizdan qilib ko'rsangiz bo'ladi. Qo'limda ko'rinishi bir xil moy, lekin ikkalovi ikki xil. Birinchi raqamli, ikkinchi raqamli. Suvni ichiga solamiz, -25 gradusga bir kunga muzlatib qo'yamiz. Muzlaganda ham shunaqa muzlabdi, men o'zim ko'rib muzlab qo'yaman. Mana moylarimiz. Uy, muzlab qopti. Gap yo'q, lekin bunisi muzlamagan. Muzlagan bu. Ochib ko'ramiz. Birinchi raqamli moyimizni. Moy ozgina nomiga quyilgan, lekin muzlamagan. Ikkinchi raqamlini ochamiz. Voy, mana buni qarang. Moyga qarang. Ko'ryapsizmi? Okay, sifatsiz moyi ko'rib oldingiz, bilib oldingiz, qanaqa tekshirishni. Men o'zim ham birinchi marta qilib ko'ryapman. Lekin holatni ko'ryapsiz. Mana men qo'limdagi moyi ichiga ro'y moyini quygan edim. Ikkinchi raqamlini aytolmayman, chunki bu menga minus bo'lib qolishi mumkin. Men sizga ro'y moyini tavsiya beraman. Haqiqiy nemetskiy moy bo'ladi, faqat Germaniyada quyiladi. Aka, ro'y quyurasiz, maza qilib yuraverasiz.